Zaynab onamiz hech qachon o'zining otalarini, padari buzrukvorlari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning gaplarini yolg'onga chiqara olmas edilar. Chunki yoshligidan ko'rib katta bo'lganidek, bu zotni butun xalq Muhammad Amin tahallusi bilan chaqirganligini, islomdan avval ham, islomdan keyin ham bu zotni biror marta yolg'on gapirganiga guvohlik bo'lmagan edi. Guvohlik bo'ladigan insonni ham ko'rmagan edilar. Va mana shu tariqa Zaynab onamiz albatta otalarini bu so'zlarni haq deb qabul qilar ekanlar, birinchi mu'mina, muslima ayollar qatoridan o'rin oldilar. Lekin afsuski, kuyovlari Abul Os iymonga kelmadi. Zaynab onamiz ko'p harakat qildilar. Abul Osga takliflar berardilar. Iymonga kelishliklarini, otasini haq payg'ambar ekanliklarini aytardilar. Abul Os ibn Rabi' hech qanday javob qilmas edi. Biror gap gapirmas edi. Biror narsani inkor ham qilmas edi. Lekin Zaynab onamiz bilan janjal ham qilmas edi. Kunlardan bir kuni Abul Os Zaynab onamizni oldilariga kelib, "Bugun Ka'batullohni oldida otangizni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. U kishi men bilan ko'rishdilar va menga islomni da'vat qildi" dedi. Bu gapdan xursand bo'lib ketgan Zaynab onamiz, "Nima bo'ldi? Qabul qildingizmi?" dedilar. Abul Os ayollariga qarab, "Bunday qila olmadim. Odamlar orasida meni ota-bobosini dinidan yuz o'girib, ayolini yo'liga yurib ketibdi deyishlaridan qo'rqdim" dedi. Ha azizlar, ayni mana shu fikr, ayni mana shunday o'ylash juda ko'p odamlarni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning yo'lidan qaytarib turardi. Bunday johilona fikr Abul Osni ham chetlab o'tmaganini guvohi bo'lyapmiz. Zaynab onamiz ko'p gapirdilar, hattoki Abul Osga qarab, "Allohga qasam ichib aytamanki, otamni yolg'onchi qila olmayman. Allohga qasam ichib aytamanki, u kishi siz va qavmini bilgandek sodiq va amindir" dedilar. "Nega qabul qilmaysiz?" Abul Os uzr so'radi, qabul qila olmasligini aytdi. Lekin bu oila yana yashashda davom etardi. Islomda ilk davrda azizlar, musulmon bilan mushrikni oila qurishini taqiqlaydigan hech qanday topshiriq kelmagan edi, oyatlar yo'q edi. Bu keyinchalik musulmon bo'lgan odam aslo mushrik va kofir bilan oila qurmasligi lozimligi haqida oyatda aniq hukmlar keldi. Shuning uchun Zaynab onamiz Abul Os bilan birga yashaverardilar. Ammo Zaynab onamiz bir necha marotaba turmush o'rtoqlariga iymonni qabul qilishlikni da'vat qilardilar. Lekin Abul Os doim yuz o'girar edi. Zaynab onamizning qalbi nihoyatda mahzun bo'lardi. Allohdan o'zini sevgan yorini, jufti halolini, mo'min va musulmon bo'lishligini so'rab iltijo qilib duolar qilardi. Hattoki bir necha marotaba Abul Osga ba'zi birlari ayolidan ajrashlik taklifini ham qilganlar. Bu taklif qilganlarning ichida hatto ba'zi sahobiyalar ham bo'lgan. Abul Os hech qachon ayolidan ajramasligini, ayoliga sevgi va muhabbat ila turmush qurishlikda davom etishligini aytardi. Lekin afsuski iymonga kirmas edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni ko'rib, qizlariga duo qilar, sabr va qanoatda turishlikka chaqirardilar. Bir guruh mushriklar bir kuni Abul Osni o'rtaga oldilar. Abul Osni o'zini ota-bobosining dinida sadoqat bilan turganligini, shu paytgacha Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yo'liga o'tib ketmaganligini maqtadilar. Uni ko'klarga ko'tardilar. "Sen haqiqiy jasorat bilan turibsan" degan gaplarni gapirdilar va alal oqibat shu darajaga olib keldilarki, oxiri oborib so'zlarida Abul Os ibn Rabi'aga ayoli Zaynab bilan ajrash taklifini berdilar. "Haydab yubor qizini" dedilar. "Senga Qurayshning eng zo'r qizlarini olib beraylik" dedilar. Shunda Abul Os ularga qat'iylik bilan, "Yo'q, aslo. Allohga qasamki, men xotinimdan ajramayman. Men xotinim o'rniga Qurayshning hech bir ayolini teng ko'rmayman" deb javob berdi. Bu haqiqiy muhabbat edi. Taqdirni qarang azizlar, ikki bir-biriga oshiq, ikki bir-biriga mahbub bo'lgan insonlar, biri mu'min va ikkinchisi kofir. Birini qalbida ayoliga bo'lgan muhabbat va sadoqat, ikkinchisining qalbida turmush o'rtog'iga bo'lgan muhabbat va vafo va shuning bilan birga uni mu'min va musulmon bo'lmaganligi uchun achinish hissi chulg'ab olgan edi. Ayniqsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 622-milodiy sanada hamma sahobalar bilan birga Makkada kofirlarning zulm istamlari ko'payib ketganligidan, mushriklarning zulmlari ko'payib ketganligidan, o'lim xavfi kelib qolganligidan Allohning buyrug'i ila payg'ambarimiz alayhisalom Makkani tashlab chiqib ketdilar. Ana o'shunda
qizlari Zaynab onamiz Makkada qolib ketdilar. Abul Os Makkadan Zaynab onamizni chiqib ketishligini unamadilar. Hatto Zaynab onamiz o'zlari ham kelib, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamdan eri bilan birga qolishlikka ruxsat so'radilar. Rasulimiz alayhisalom ruxsat berdilar. Zaynab onamiz eri Abul Os bilan qoldilar. To'g'ri, uyda iymoni yo'q bo'lsa-da, vafoli yori bor. Zaynab onamizga yaxshilik qilar, dushmandan himoya qilar, ko'nglini ko'tarardi. Lekin azizlar, Zaynab onamizni shu holatini bir tasavvur qiling. Zaynab onamiz o'sha mahalda onalardan ayrilgan edilar. Hadicha onamiz olamdan o'tib qolgan, uni ustiga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham Makkadan ketgan. Zaynab onamizning singillari, qo'mi qarindoshlari hammasi ko'chib ketgan, yolg'iz o'zlari qolgan edi. Uyda-ku eridan zulm ko'rmasa-da, tashqariga chiqqanda kofirlar qo'llarini bigiz qilar, mushriklar masxara qilar, o'tgan ketgan ayollar haqorat qilar edilar. Lekin Zaynab onamiz hammasiga sabrla, matonatla turardilar. Nima uchun? Eriga, jufti haloliga bo'lgan sadoqat. Bizni qizlar, bizni kelinlar, bizni opa-singillarimiz ham erga vafoda turishlik, erini yelkadosh bo'lib himoya qilishlikda Zaynab onamizdan o'rnak olishlari kerak. Har qancha jabr, har qancha zulm ustam bo'lsa-da, oilam buzilmasin deb mana shu joyda sabr qilib turdilar. Ammo Abul Os doimgidek chiroyli muomala qilar, yaxshi e'tibor qilar, lekin iymonga kelmas edi. Ayolini o'zgarib qolganligidan, avvalgidan ko'ra boshqacha bo'lib qolganligidan Abul Osni o'zi ham hayratlanib yurardi. Doimiy tinmasdan faqat Allohga sig'inishlik, otalari Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar ekanligiga iymon keltirishga targ'ib qilar, chaqirardilar. Lekin Abul Os buni qabul qilmadi.